Chista mana hazillashganimda kulgan bo'lardim. Seriozno gapiryapman sizga. Nima bir gaplashib ko'rmaylikmi? Ha, bo'pti. Bir o'ylab ko'ring. Bunaqa Toshkentga dogovor kelasizda qilib bir gaplashib aylana. ko'rmaganman lekin. Hay, o'ylab ko'ring. Dogovor bo'lmayapti betga. Biz mashinaning narxini Yo'q kelishmayapmiz. endi Просто kirib olib sizga taklif. bunaqa narsa bo'lmaganda. Ha, bo'p endi birinchisi va oxirgisi bo'lyapti-da siz uchun. Balki baxtsizdirman. Ovqat uyindan. Turmushga chiqib ajrashganman dedingiz-a? Yo hazillashdingizmi? Men hali qiz bolaman, men hali uylanmagan. Birinchisi siz bo'lasiz. Qiz bolaman demang. Ha, короче, nima bo'ladi? Yaxshi bola, yaxshi odam, yaxshi inson hali erkagimiz. Ishtoni yirtilmagan bola bu. Cho'tki bu. Da. Короче, bolalarim onasi bo'lasiz. Ha. Mana sizga xohlasangiz, mana xohlasangiz bir kun uylab ko'ring. Agar bo'ladigan bo'lsa, javob etsangiz, hozir siz ketasiz-ku, Diyora. Bu bola balki rostni aytgandir. Siz kimda bu esda chiqarib olsa, shu yolg'onchi bola keladi, ishonib sizga balki to'g'risini aytgandir. Bilmaysiz-ku. Variant berish kerak. Da. Darrov hozir oldizga borib bitta Ispaniyaga kiramiz, bunaqa narsa demaysiz, so'ramayapsiz sizdan. Просто keyin shans bering. Masalan, qarang, biz xatori odamlar, mana главное что mana shu haqida o'ylaydi-da, men sizga просто mana shu. Bir harakat ko'rmaymiz degan ma'noda aytdim. Atay fikr xayol boshqa kishida itak shunaqa bo'ladi. Shunaqa. Ko'ring. Bir shans balki urinib ko'rarmiz. Men ham sizga shans beray. Ikkalamiz bir-birimizga shans beraylik. Bo'ladigan bo'lsa gaz. Nima demadingiz? Bola shans beradi. Ha, bo'pti, qiz bola shans bersin, bo'pti menga. Ha, to'g'ri. Qizni aytadi-ku. Men nimaga uylanmaganingcha shu gullar olib berib, shikatlar olib berib, bir keyin xotin bo'lgandan keyin o'zing ko'rasan. Shunday. Nima deysiz, Diyora? Uylab ko'rasizmi? Hi everyone. Bilmadim, bir gap bo'lar. Ha, bo'pti. Yaxshi ko'rsatadi. Black Ilhomni durust tashlab qo'ying bo'lmasa, yo biz tashlab qo'ydim, olib qo'ydim. Ushalmagan sevgilimga. Ha, klanga o'tib qo'ying, SHOga, Black Lockdown klaniga. Chiqmayman-da klanga. Meni sevgilim yo'q, og'a. Men ham qiziqmayman, men faqat hozircha glanni toshda sizga qiziq turman hozircha. Postoy turgani yoqadi menga, o'shandan klan kirmayman. O'rinbosari turishchi. O'rinbosar berib qo'yaman sizga. Yo'q, u klan unaqa narsalar qilolmas. Bu siz bilan hali gaplashamiz. Kerak bo'lsa o'zim sotib olaman. Telegramingiz bormi? WhatsAppmi? Apa, kerak emas. Endi keyinda 3-4 kun o'yning, gaplashing, salom alik qiling, meni biling qanaqa odamman. Keyin bir gap bo'ladi. Hay, men so'radim, просто so'radim. Gaplashamizmi deyman. Bormi o'zi shunaqa narsalar? Hamma narsa bor. Bor bo'lsa. Foydalanuvchi inson yo'q. 4 kun salom alik qilib o'ynab yuring, bir gap bo'ladi. Shunday. O'zbekistonga borsa. Prям Toshkentda to'y beraman aka. Dabdabali to'y beraman. Shuni ushlab oling, labini o'ping. Qo'yvermas. To'ydan keyin. Nima qilsak qilamiz to'ydan keyin. Necham bor hali. Bola shunaqa bo'lishi kerak, dangal bo'lishi kerak. Bordimi, labini o'pish. O'rgating-da, hozirgi kerak. Ya hozirdan o'tasa bo'lmaydi-yu.
qilamiz sekin sekin. yo hozirgi Ya, bolalarda birinchi bundayda uchrashuv emas. qizlardan kutib o'tiradida Sekin qizlarga sekin keling asta deydi. astami? Hamma narsani qizlarga yuklab qo'ygan hozirgi bolalar. O'zim qilaman, o'zim harakat qilaman deydigan bolalar kam hozir. Ey Ana, yo'q, Menmanda adasha sopa. o'zim harakat qiladigan. Shu yoshimgacha ancha qizlar o'zida o'zi hozir gapirib yuribdi o'zi. Bizda qasi uchramagan ekan Ilhom aka opaga. Bizda qas Men ham uchramasin. gaz aka lekin telefon o'rtasida bunaqa desam lekin gazmiz. Mana bu Tolka gaz. qarang. Torimiz bilan. Gazoy bo'lishi kerakda. Diyora, mana ikkalamizni ismimiz Ilhom. Muzlik degan borish kerak start. Aha. Asabniki ham Ekranini Ilhom, qo'yaylik. mana bu Ilhomniki ham Ilhom. Ikkalamiz adashibmiz, короче. Mandaqa katta Ilhomdaqa uchramasin sizga hech qachon hayotingizda. Mana shu kichkina Ilhom. Bu kishi mendan 1 yosh kattalar. Bu kishi 97, men 98. Nimaga o'zingizni yomonlayapsiz? Yo'q, men yomon bolaman. Bo'lmang. Yeb ichaveradilar. Yo'q, yeb ichishda emas. Qiz bolani ko'rdimmi, shu qip-qizil labidan bitta o'pmasam, ko'nglim to'lmasdan uyga ketaman, yig'lab chiqishim. Tamam katta girib bildingmi? Yo'q, og'ay deb bilmadim. Ertaga yotib beraman, xudo xohlasa sonda. Qizillardan deyish kerak-chi endi. Tamam, ertaga gaplashamiz qasa. Ertaga gaplashamiz qova. Qiz bola bilan o'g'il bola nimaga uchrashadi Yevropada? Sizlarga savol. Nima uchun uchrashadi? Men Yevropada yuribman, ko'ribman. Yevropani biz bilmaymiz lekin. Men bilaman-ku. Men lekin O'zbekistonda nimaga turishim O'zingizdan bo'lsa aytavering. Chunki men 2 yil bo'ldi Yevropadaman. Aytingchi qani nima bo'ladi? O'shani bilmasak ham. Yevropada qizlar Uyatasizmi siz ham? uchrashdimi? Yo'q. Lekin o'g'il bolada qiz bolalar dahshatda. Ya bular gap bermaydi ekanda bular. Birga gapiramiz. Birga gapiramiz. Katta ham demay. Bitta. Ojonim gapiring. Quloqim sizda. O'zi bizda o'zbek mentalitetida Yevropa mentaliteti boshqacha. Rossiyaning mentaliteti boshqacha bo'lsa kerak. Endi baribir sal anaqa bo'ladi, lekin Yevropada bitta uchrashdimi, ana bola ana qizni yo qo'lini ushlab belidan tortib o'tmasa, yuragi tinchimaydi. Uyga borib o'ylanib, to'letda o'tiradi. Nimaga o'tmading ekan? Uyimga taklif qilsam bo'lmasmidi deb-a? Taklif qilsam bo'lmasmidi? Farqi yo'q. Qiz bola sizlarga ko'nglini ochdimi? Tamom, o'sha paytda issig'ini bosib olish. Keyin birga bo'lib ketasizlar. Sen menda qizig'ida bos deydi, shunisimi? Bu qiz bolani tutib, qachon qiz bola menga shu o'ping der ekan desa, u latta bola bo'ladi. O'g'il bola bekorga o'g'il bola emas. Ular testosteron yo'qlar bo'ladi. Ana pikmilar deganlari bo'ladi. Qo'lidan ham ushlolmasdan qaytib kelgan bolalar bor-da uchrashuvga. Yulda ham beradi. Ulardan bittasi mana Ilhomboy bo'ladi. Shunaqa aqlli bola bu. Aka men hamma yoqqa kelaman, bitta uchrashuvga borsam lekin. Nima qilasiz? Aytingchi. Aytingchi qani? Nima qilasiz? Qo'ldan ushlab keladi. Dam. Bo'lmaydi-da bu gap aytsa, endi uchrashuvga chiqsangiz bilasiz nima qilish. Siz ham yetasizmi biladi? Bu 90 nechinchi yil mana bu qiz? 98 bo'lsa, bu oldin 4-5 yillik oldingi narsalarni bilasizmi Diyora? Qanaqa bo'lganligini bolalarni? 6 yil, 7 yil oldingi bolalar. Amcha 98 emas bu. Mikrofonni o'chirib. Opa gapirgisi kelmaydi. Sal yoshroq. Nima bo'pti oldingilarga? Siz 98 emassiz. Siz sal kichkinaroqsiz. 95man. 95man.
ovoz o'chib qoldi mana. Shunaqa tentaklik bo'ldi. 95-yilda Nishon besh mi? deyapti. 5-yil bo'lsa agar oldingi moldan shu qo'ymasdi. Baribir bu narsa qilardi hozirgi. Menda qarang. Men juda ko'p bolalar bilan ko'rishganman-da bu Rossiyada. Nimaga bittasi qo'lini ushlashga harakat qilmagan, duxi yetmagan, bittasi neto gapirmagan? Nima uchun? Oldingi bolalar deyapsiz. Siz chess bermagansiz, u bolalar, duh bolalar. Men sizga mana qaytongina aytaman. Sizni mana qarang. 2014, fikr bo'yicha 2015. qarang. Fikr bo'yicha men sizni o'rab qo'ydim o'sha. Sezasizmi, sezmaysizmi, men sizni hozir o'rab qo'ydim fikr bo'yicha. Xudo. Qo'lingiz ushlasa. Men yosh bola emasman men. Men o'raladigan yo'llardan o'tib ketganman-da uni. Bu hayot umuman anaqa emas-ku. Davay qiz bola, davay ketdik onasiga. Yora, o'sha kuni uchrashuv, o'sha kuni boraylik aka. To'xtataylik. Unaqa emas hayot. To'g'ri o'ylaysiz. Lekin Ilhom aka, men Rossiyada yurganman. Men uchrashuvga chiqsam, lekin kak palozni bitta kafega olib borib ovqatlantirib, shu bo'ladigan bo'lsa bo'lardi. Bo'lmaydigan bo'lsa, shu quchoqlab, yo'q qilib kelardim. Bo'ldi. O'sha bilan xatyabi, jitcha bo'lsa ham ko'ngil to'lardi, lekin ikkinchi marta boshqa bo'lardi. Yana uzilib qoldi. Ato Nenormalniy qanday qizlar qiz bilan bola- uchrashgan ekansizda, qiz bolani qo'lini bitta ushlamaslik kafeda mumkin. ovqatga to'yadigan, qorni to'ysa bo'ladigan qizlar bilan ko'rishgan ekansizda. Qorni to'yadi, quchoqlab turadi. Rus qizlar bilan uchrashgan. O'zbek qizlar bilan uchrashmagan. O'zbek ham, qirg'iz ham qo'y bilan ko'rishdi. Qo'y bilan. Endi O'zbek bo'ladi, boshqa bo'ladi. har xilcha qiz bo'ldi. Qiz bola bo'lib turib ham, zaybali mana yibanutي bilan